Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bugun dushanba, efirda bizning futbol ko'rsatuvi. Yakuniga yetgan haftada O'zbekiston Superligasida 4-tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Tur odatdagidek voqealarga boy bo'ldi. Bu turda Voha va Vodiy derbilari muxlislar e'tiborida bo'ldi. Qo'qon 1912 jamoasi o'z maydonida Navbahorni mag'lub etdi. Bunyodkor Xorazm safaridan 3 ochko bilan qaytdi. Voha derbisida Anvar G'ofurov boshchiligidagi Surxon Nasafni mag'lubiyatga uchratdi. Buxoro Dinamo qarama-qarshiligida Xamikov Abramovni yengdi. Neftchi har turda 3tadan gol urishda davom etyapti. Lokomotiv esa bu mavsumda birinchi bo'lib Neftchi darvozasiga gol urgan jamoa bo'ldi. Do'stlar, bu turda gaplashadigan mavzularimiz juda ko'p. Dasturimizda mehmon sifatida taniqli mutaxassislar, O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi bilan o'z vaqtida Osiyo chempioni bo'lgan, hozirda Lokomotiv futbol klubi tizimida faoliyat olib borayotgan Dilshod aka Nuraliyev hamda sobiq futbolchi, hozirda Bunyodkor jamoasida faoliyat olib borayotgan San'at Shexovlar ishtirok etadi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, turimiz juda ajoyib o'tdi. Chempionatda rostdan ham bir qator kutilmagan natijalar qayd etildi. Qizig'i 4 ta o'yinda mezbonlar, 4 ta o'yinda mehmonlar g'alaba qozondi. Bir qator ko'pchilikni hayron qoldirgan natijalar ham qayd etildi. Ulardan biri Vodiy derbisida kuzatildi. Qo'qon 1912 jamoasi o'z maydonida Navbahorni kutib oldi. Bir tur muqaddam Kapazi boshchiligida Navbahor Paxtakorni safarda yengib qaytgandi. Shepilov jamoasining tarkibi yaxshi edi. Har turda ulardan muxlislar yaxshi natijalar kutaverdi va nihoyat mana katta o'yinda jamoa yutdi. Mana shu uchrashuvdan boshlasak, nimani hisobiga Qo'qon Navbahorni yengdi? Endi avvalambor assalomu alaykum. Bu chempionatimiz boshlanganiga mana 4-tur yakunlandi. O'z chempionat boshida meni o'zimning shaxsiy fikrim hamma jamoani tayyorgarchiligi har xil bo'lgan. Shuning uchun ham chempionatning boshidagi bir 4-5 ta tur hamma jamoa bir xil anaqada bo'ladi deb o'ylayman, tayyorgarchiligi. Shuning uchun oldindan katta menimcha anaqaga berish kerak emas. No baribir 3-turda Navbahor Paxtakor maydonida yutgani men uchun juda katta anaqa bo'ldi. O'sha Qo'qon 4-turda Navbahor yutgani. Chunki Navbahor sostavi bo'yicha shu yosh oldingi Olimpiya terma jamoasida o'ynagan ko'p o'yinchilar shu yerda o'ynayapti. Ular bir-birini yaxshi tushunadi, tajribali o'yinchilar bor. Xorijdan olib kelgan o'yinchilar bor. Men o'ylagandim, işte Navbahor Qo'qonda yutqizmaydi deb, lekin mana ko'rib turibmiz. Shu chempionat boshidagi hamma jamoani shansi bir xil bo'lganligi uchun Qo'qon uyida chiroyli o'yin ko'rsatib Navbahorni yutdi. Menimcha keyingi o'yinda ham 5-turda ham mana shunaqa kutilmagan natijalar bo'ladi. O'sha 5-turdan keyin o'yinchilar bir-biriga moslashib, xorijlik o'yinchilarimiz bir-biriga shu bizning iqlimimizga moslashib, futbolimizga moslashib deb o'ylayman. Keyin kuchlilar o'zi ajralib chiqadi. Menimcha shunaqa bo'ladi. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Chunki mana kutilmagan natijalar juda ham ko'p bo'lyapti. Men o'ylagandim, işte Navbahor yutqizmaydi Qo'qonda deb. San'at, sizda qanday fikr bor edi o'yindan oldin va o'yindan keyin xulosalar qanday bo'ldi? Endi men o'ylashim bo'yicha o'sha baribir birinchi o'sha 4-5 ta tur hammani imkoniyatlari teng bo'ladi. Shuni hisobiga ham hozir bu jamoani favorit yo outsider deb aytib bo'lmaydi. Bu o'yinni olib qaraydigan bo'lsak, o'zi Qo'qon oldingi turlarda juda yaxshi taassurot qoldirgandi. Yutmagan bo'lsa ham o'sha o'yin borasida Shepilovni bilamiz, yaxshi taktikaga, o'zini falsafasiga ega trener. Shuni hisobiga ham yaxshi o'yin namoyish etayotdi. Endi to'g'risi, lekin men ham bu o'yindan Navbahorni favoritdek bilgandim. Endi oldingi o'yinlarda kelib chiqib
lekin Qo'qon men o'ylayman durangli o'yinda g'alaba qozonib ketdi. Bu joyda agar bu o'yinda Navbahor ikkinchi golni birinchi bo'lib urganida balki Navbahor shu hisobda g'alaba qozonib ketishi mumkin edi. Ha, qo'shilaman. O'yin daqiqama-daqiqa kurashuvchanligi bilan haqiqiy derbiga xos bo'ldi. Ikkala jamoa ham navbat-navbat hujumlar tashkil etib turdi. Navbahorda hammasi joyida edi boshlanishiga. Jamoa o'sha Chichinadze gol urib hisobni ochdi. Va keyinchalik mana bu kiritilgan ikkinchi golni VAR ko'rdi. Va umuman Qo'qon 1912 jamoasi o'yinda penaltidan hisobni tenglashtirdi va keyin kambek namoyish etib ketdi. O'zi bunaqa derbilarda xarakter ko'rsatib kambek qilish uchun jamoa shakllangan bo'lishi kerak. Qo'qonda mana shu jihat ko'rindi. Demak, penaltidan Javohir Husanov muvozanatni tiklagan bo'lsa, o'yindagi g'alaba golini Muhammad Anas Hasanov so'nggi lahzalarda kiritdi. U qarshi hujum va chiroyli ijro bo'ldi. Dilshod-aka, turdagi masalan bu o'yinni eng zo'r o'tgan o'yinlar qatorida nechinchi o'ringa qo'ygan bo'lardingiz? Endi agar boshqa o'yinlarni ham bir-biriga taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha eng muhim o'yinlardan bittasi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki mana oldingi o'yinlarda Navbahor yaxshi o'yin ko'rsatgani, o'sha ko'p to'pni o'zida ushlab turishi, kombinatsion futbol o'ynashi shu asosiy o'yinlardan bittasi. Endi o'ringa qo'yganda birinchi yo ikkinchi o'rin deyish men uchun juda qiyin. Chunki vohada olish qiyin, tur juda ham qiziq o'tdi. Mana vohada ham qiziq o'yinlar bo'ldi. Endi bu ham bir shu muhim o'yinlardan bittasi bo'ldi. Meni ajablantirgan bir narsa shu boshidagi chempionatimizni shu birinchi turdan 4-turgacha har bir o'yinda jang ketyapti. Unaqa bir-biridan juda katta farqlaydigan jamoa shu hozircha faqat shu Neftchi jamoasini yetsa bo'ladi. Qolgan hamma jamoalarni shu tayyorgarchiligi menimcha hozircha bir xil, chunki har bir o'yinda jang shu bir-biriga mag'lubiyatga uchramayman deb har bir o'yinni shu boshidan oxirigacha jang ketyapti. Keyinchalik ko'ramiz qani ajralib chiqadigan jamoat bo'ladimi yo'q. Muhammad Anas Hasanov tomonidan kiritilgan gol juda chiroyli ijro etildi, derbini bezab berdi. Mana Qo'qonni mana shunday Navbahorni yutib qo'yishi yoki Navbahor Buxoroga boy berishi u turdagi kutilmagan natija deb baholanyapti, lekin Navbahor Paxtakorni katta o'yinda yutyapti. Qizig'i, Paxtakor masalan rostdan ham juda ko'pchilik kutgan yuqori klass namoyish eta olmayapti, tarkibi zo'r bo'lgani bilan, lekin alohida afishaga ega bo'lgan o'yinlarga ularda ham yondashuv yaxshi bo'ladi. Navbahor baribir o'sha raqibni yutgandi. Bu bilan rang-baranglik yuzaga kelyapti va yuqorida har ikkingiz aytgan fikr rostdan futbol insonlari doim aytadi, boshlang'ich 3-4 turda u yerda futbolchilarni baribir jamoaga moslashishi va hamma bir xil sharoitda bo'ladi. Keyinchalik taktikalar ishlaydi, keyinchalik jamoaning kuchi, salohiyati ko'rinadi, yaqqol deb kutamiz. O'sha payt ham yaqinlashyapti. O'zi mana FIFA kunlariga chiqib ketilyapti. Keyin 5-turda menimcha o'sha oraliqdagi vaqt mana bu 4 tur xulosasini qilib murabbiylar hozir bir haftadan haftagacha o'sha o'yin tahlili va keyingi raqib haqida o'ylanadi. Hozir menimcha 4 turda o'ylab murabbiylar ko'p narsani xulosa qilib keyingi turga boshqacha moslashadi. San'at o'sha Kapadze va Shipilov sizni nimasi bilan hayron qoldirdi? Ayniqsa endi Shipilovni boya aytyapsiz. Rostdan men qo'shilaman, jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiy bo'lib ishlagan va Metallurgda chaqilmas yong'oq deb ta'rif beriladigan Metallurgni shakllantirgan, ishlaganda Shipilov yaxshi murabbiy va u mana Qo'qonda ham asta-sekin ko'p narsani yo'lga qo'ya olyapti. Yana nimalarni aytgan bo'lardingiz umuman Qo'qon haqida, bu murabbiy haqida? Men o'ylayman, o'sha Sergeyich bilan biza Paxtakordalik paytim ishlaganman. Haqiqatdan ham o'zini ishini ustasi. Futbolda o'zi asosiysi futbolchilarni o'yindan o'yinga yaxshi tayyorlash. Hozir aytib o'tganingizdek, endi yillar davomida taktik o'sha qo'llanmalarni ham balki yaxshi shakllantirgandi, lekin o'sha men ishlagan payti jismoniy tayyorgarlikni maromiga yetkazardi. Futbolchilar o'yindan o'yinga yaxshi tayyorlay olardi. Bu hozirgi futbolimizda juda ham muhim. Boya Dilshod aka aytganlaridek 4-5 turdan keyin o'sha
nimaga jamoalar ajralib qoladi? Sababi o'sha tayyorgarlikka bog'liqda. Tayyorgarlik o'sha mavsumdan oldingi tayyorgarlikni yaxshi o'tagan jamoalar keyinchalik stabil o'zini olib ketadi. Yaxshi o'tamagan, yaxshi yondoshmagan jamoalar sal jismoniy taraflama qiynalib, stabillik bo'lmaydi deb bilaman. Shuni hisobiga ham balki jamoani keyingi o'yinlariga qarab baho bersa bo'ladi. Baribir boshida, mavsum boshida ko'p jamoalarga yuqoriroq nima desa bo'ladi, ta'rif berib yuborishi mumkin. Keyinchalik ular so'nib qolib oqlamasligi mumkin. Shu. Ahmad, qadrli do'stlar, demak, O'zbekiston Superligasida 4-turga kelib, Navbahor 2 o'yinni boy beryapti, lekin bitta katta o'yinni yutgani hisobiga, ikkita katta o'yinni yutgani hisobiga Samarqand Dinamoni ham birinchi turda jamoa mag'lubiyatga uchratgandi. Lochinlar murabbiylar shtabi tomon tanqid toshlari otilayotgani yo'q, hammasi joyidadek ko'rinyapti. Qo'qon esa nihoyat mana bitta ritmga tushib olsa, xavfli rostdan ham bu jamoa Tabatadze va Nemili juftligi hujumda va bu yerda Javohir Husanov Qo'qonning yulduz o'yinchisi, Javohir Siddiqov jamoada Qo'qonda oldingi davrini, oldingi faoliyatini yana qaytarishi mumkin. Muhammad Anas Hasanov va Gadoyevlar baribir tajribali o'yinchi sifatida bugungi kunda mehnat qilmasa yoshlar o'rni olib qo'yishini sezyapti va jamoani yetakchi sifatida ushlab turibdi. Yaxshigina tarkib shakllangan Qo'qonda, shuning uchun bu jamoa chempionatga rang berishi kerak. Qadrli do'stlar, keyingi o'yinga o'tishdan oldin hozir Timur Kapadze va Andrey Shipilovlarning o'yindan keyin matbuot anjumanida demak o'yin haqida bildirgan fikrlar bor. Efirga uzatamiz, keyin davom etamiz. Marhamat. Очень серьезный. Bugun ham avvalgi bahslar kabi qiyin bo'ldi. Navbahor jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Bizga oson bo'lmadi. Raqib ko'p joylarda ustunlik qildi va maydonda yetakchilikni qo'lga oldi. Lekin biz ham orqada o'tirib olmadik. Oldinga borish uchun kuch va aql topa oldik. Hisob 1-1 paytida o'yin yana ham shiddatli kechdi. Darvozamiz oldida ko'p vaziyatlar yuzaga keldi. Shu sababli bugun omad biz tomonda bo'ldi desam, mubolag'a aytmagan bo'laman. Klub bilan birgalikda ishlayotganimizga endi 4 oy bo'ldi. Hammasiga ko'nikib boryapmiz. Juda qiyin uchrashuv bo'ldi, albatta. Yaxshi imkoniyatlarimiz bo'ldi. Bu urishimiz kerak edi. Futbol bu oxirida qonib ketdi va g'alaba qozondi. Shuning uchun albatta muxlislarimizga, kelgan muxlislarga hammasiga rahmat aytaman, kelib qo'llab-quvvatlagani uchun. Albatta uzr ham so'rayman. Harakat qildi bolalar, g'alaba qozonish uchun harakat qildik. Imkoniyatlarimiz ham yetarli bo'ldi deb o'ylayman. O'yinni yaxshi boshladik. Urdik, yana urdik. Albatta menimcha shu penaltidan keyin ozgina o'yin tizimi buzildi. Lekin unga qaramasdan menimcha ikkinchi o'yinda ham yaxshi imkoniyatlarimiz bo'ldi. Bu urishimiz kerak. Qolgani qaraymiz endi oldimizga qarab. Oldimizga uchrashuvlar ko'p. Bundan ham to'g'ri xulosa chiqaramiz. Futbol o'tiradi, lekin har bir futbolchi menimcha bugun yaxshi harakat qildi. Borini berishdi. Do'stlar, davom etamiz. Keyingi uchrashuv Navoiyda bo'lib o'tdi. Qizilqum jamoasi OKMKni kutib oldi. Mirjalol Qosimov boshchiligidagi olmaliqlik futbolchilar mavsumdagi o'zining birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Qizilqum bu turgacha juda ham muvaffaqiyatli o'ynayotgan edi. Uyda Andijonni mag'lub etgandi. Paxtakor bilan uchrashuvda yengilgan bo'lsa-da yaxshi taassurot qoldirgandi. Mash'alni qiziqarli o'yinda 2 gol farqi bilan yutgandi. Xullas, OKMKga oson bo'lmasligi aniq edi. Lekin bu uchrashuvda Olmaliq oxirigacha kurashib g'alabani saqlab qoldi. Mana shu o'yin haqida gaplashsak, Dilshod aka, qanaqa taassurot qoldirdi bu o'yin? Juda qiziqarli bo'ldi. Jamoalar o'yinda butun 90 daqiqa jang qildi. Shu aytolman, boshidagi shu o'yinlar hammasi jang bilan. Bu yerda men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu yerda shu murabbiyning tajribasi o'zining so'zini aytdi deb o'ylayman. Mirjalol Qosimov shu jamoasidan tajribali o'yinchilar ketdi. O'sha endi yoshroq tarkib yoshardi. Shunga qaramasdan mana 4-turda o'sha Qizilqum bilan bo'lgan o'yin yaqqol ko'rsatib turibdi. 90 daqiqa qo'shib sudyamiz qo'shib bergan
qo'shimcha daqiqalarda ham faqat shu jang kurash natijasi va tajribani murabbiyni tajribasi o'z samarasini berdi deb o'ylayman. San'at, siz bu o'yin bo'yicha qanday fikrdasiz? Endi Qizilqum ham o'zini vaziyatlarini golga aylantira olmadi va o'sha ko'rib turganimizdek AGMK jamoasi mana shu standartlar Mirjalol akani o'zi anaqasi bo'ladi, nima deydi, asosiy quroli bo'ladi va o'shandan foydalanib ketdi deb o'ylayman. Lekin AGMK yutgani bilan Qizilqum ham yaxshi o'ynadi, faqat o'sha o'zining imkoniyatlaridan foydalana olmadi deb o'ylayman. Jamoa yaxshi potensialga ega va oldingi turlarda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Man aytganda o'zi Qizilqum murabbiyi Akmal aka yaxshi, yosh bo'lishiga qaramasdan o'zini yaxshi ko'rsatyapti va o'tgan mavsumda ham jamoani yomon tayyorgarlik ko'rdirmadi, yaxshi natijalarga erishdi. Bu mavsumda ham oldingi turda o'sha Andijonni yutgani, taktika taraflama yaxshi shakllanayotgan yosh murabbiy deb hisoblayman, o'tkazganiga qaramasdan. Ha, rostdan ham bu murabbiy haqida aytgan fikrlaringizga men ham to'liq qo'shilaman. Aytaylik, hozirgi kunda 16 ta jamoa orasida mash'alni tarkibi sal kuchsizroq bo'lishi mumkin, lekin boshqa jamoalarda yetakchilar borda. Ortidan ergashtiradigan, masalan, mana shu ikkita jamoa misolida olsak, O'lmas Aliyev masalan terma jamoaga ham chaqirildi, markaziy himoyada Papava bilan muhim o'yinchi OKMK jamoasida. Keyin bu jamoada masalan yana bir qator Dilshod Ahmadaliyev ham Bunyodkorga o'tib yana qaytdi yoki Ilyosov. Tajribasi kattaroq o'yinchilar baribir bordi. Qizilqumda ham Islom Kenjaboyev yoki Jigauri O'zbekiston chempionatida ancha yillardan beri o'ynayapti va baribir tajribasi katta. Yana bir qator Qizilqumdan tajribali o'yinchilar bor. Bu yerda Paparigani juda formasi o'tgan yilgidek emas, shu yigit legioner sifatida juda zo'r edi. O'tgan mavsum juda yorqin o'ynagandi va mana shu aytmoqchiman, hamma jamoalarda tarkib yomon emas, lekin murabbiyi to'g'ri ishlayotgan jamoalarni natijalari baribir yaxshiroq ko'rinyapti-da. O'sha Akmal Rustamov ham ikkita g'alaba, mayli bu o'yin mag'lubiyatga uchragandir, lekin ikkita g'alaba bilan chempionatda Qizilqumni o'z o'rni, darajasi borligini isbotlay olyapti. Va Dilshod aka bu yuqorida aytdi, Qosimov rostdan ham bu yerda tajribali murabbiy. Mirjalol akada baribir yoshlarni ham tez jamoaga moslashtirish xususiyati bor ekan. U har qanaqa holatda Bunyodkorga boy berilgan o'yinda ham OKMK yutishi mumkin edi. U yerda vaziyatlar yaxshiroq bo'lgan. Keyin Xorazm bilan safardagi o'yinda durang o'ynasa bo'lardi va ikkinchi raqamda o'ynab, juda bo'sh o'ynab, masalan, bittadan kam ko'p gol o'tkazib yubormadi-da. Sog'diyona bilan 2-2 bo'ldi, lekin u yerda ikkita urdi. Va u yerda ham oxirida 92-daqiqada gol o'tkazdi. Alamli tarzda durang o'ynadi. Va tushunarliki, tarkib o'zgarib ketsa ham Qosim jamoasidagi o'sha maqsadlar o'zgarmagan. Maqsad o'z yo'liga, bu maqsad ortida baribir mehnat qilinyapti, natijaga qarab jamoa kirib bora olyapti-da, yurish qilyapti. Shu eki o'zi nima kutyapsiz masalan OKMKdan oldingidek sovrindor o'rinlar uchun kurashmi, chempionatda qanaqa o'rinda ko'ryapsiz bu jamoa? Endi menimcha hozir sal voqeroq bu narsani aytish, shu 5-6 ta tur o'tgandan keyin o'zi ko'rinib qoladi deb o'ylayman. Baribir murabbiyning tajribasi, murabbiy bilan ishlayotgan yordamchi murabbiylarning tajribasi, o'sha jamoani shakllantirishi, endi menimcha to'g'ri tushunish kerak, jamoadan tajribali o'yinchilar ketdi, mana ularning o'rniga yosh, iqtidorli yosh yigitlarni oldi. Ularni ham jamoaga moslashishi, o'sha Superligani o'yiniga ham moslashishiga qanaqadir vaqt kerak bo'ladi. Menimcha Mirjalol hali o'z so'zini aytadi, o'yinlarni natijalarini to'g'rilaydi, xudo xolisa. Endi bu yerda qanaqa o'rin oladi yoki sovrindor bo'ladi deyish men uchun juda ham qiyin. Bu asosan shu komandadagi muhit to'g'rilay oladi, bolalar bilan bolalarga to'g'ri tushuntirib bera oladi. Bari tajriba o'z so'zini aytadi. Menimcha shu bosh rollardan bittasida bo'ladi chempionat oxirida. Endi qanaqa o'rin olishi men aytishim juda ham qiyin bu narsani.
o'ylaymanki agamga boshqa o'yinlarda ham mana shunaqa chiroyli o'yinlar ko'rsatib tomoshabinlarni, futbol mutaxassislarini, futbol ishqibozlarini xursand qiladi deb o'ylayman. Chunki bu narsada ularda tajriba yetarli murabbiylar shtabida. Va hujumkorlikni yaxshi o'zlashtirgan jamoa sifatida ko'rinyapti. Himoyadagi tartibli o'yin bilan birga OKMK jamoasida hujumlar yaxshi. Faqat lekin nuqta qo'yishda muammolar bor. Buni aytib o'tish kerak. Men ko'rgan OKMKning bir nechta o'yinlarida Nodir Abdurazzoqov so'nggi nuqtani qo'yishda ko'plab xatolarga yo'l qo'yyapti. Mana shu yigit lekin nuqtaga chiqib borishi zo'r Abdurazzoqovning, lekin nuqta qo'yish masalasida oqsayapti. Aziz Xolmurodov ham bu o'yinda yaxshi vaziyatlardan foydalana olmadi. Futbol xatolardan iborat, lekin oldingi chiziqdagi o'sha yigitlar butun jamoa qilgan mehnatni oxirida nuqta qo'yishda yaxshi harakat qilsa yutib ketadi jamoa. Mana o'zi bu o'yinni yutgani bilan muammolar bu o'yinda ham ko'rindi-da. Demak, OKMKning hujum chizig'idagi futbolchilarida hozircha biroz muammolar kuzatilyapti. Abror Karimov o'yinda gol urdi. O'sha boya San'at aytdi, standart bu Mirjalol Qosimovning o'sha futbolchilik faoliyatidagi quroli edi va shogirdlari standartdan gol uryapti. Abror Karimov esa adashmasam Qo'qonda o'tgan yil ijarada o'ynagan. Mana shu yosh yigit qaytdi, mana jamoaga tez kirishib ketyapti. Gollar uryapti-da o'zi. Uni birinchi gol emas bu. Omad tilaymiz, davom etsin mana shu tarzda. Demak, biz yashirin yaxshi futbol ko'rsatayotgan ikkita jamoa haqida hozir gaplashdik-da. Juda ko'p maqtalayotgan jamoalar bular kabi sifatli o'yin ko'rsatayotgani yo'q. Ulardan biri masalan Dinamo, keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa Xorazm va Bunyodkor o'yini haqida gaplashamiz do'stlar. Xorazm uyda o'ynaganda baribir muhit yaxshi bo'ladi, jamoa yaxshi o'ynaydi, natija uchun kurashadi. Bu safar ham shunday bo'ldi, lekin jamoa Bunyodkorga boy berdi. San'at Bunyodkor tizimidasiz, Bunyodkor yoshlar jamoasida yordamchi murabbiysiz. Siz Bunyodkorning asosiy tarkib mashg'ulotlarini ham kuzatasiz. Xullas, Bunyodkorni yaxshiroq bilasiz, mukammalroq bilasiz va xorazmliksiz. Va endi bu yerda o'yinni menimcha o'rtada turib kuzatgansiz, ichidan kuzatgansiz bu o'yin haqida. Baribir o'sha Bunyodkor tizimida bo'lganimdan keyin baribir Bunyodkorga muxlislik qildim, sababi bizani hamma ishimiz ijobiy tarafga yurish uchun baribir asosiy jamoani o'sha natijasiga bog'liq. Sababi o'zimiz ham asosiy jamoaning natijasi uchun harakat qilamiz. Shuni bu o'yinda men aytishim mumkinki, birinchi bo'limda Bunyodkor yaxshi o'ynadi. To'p nazorati bo'yicha ham o'sha himoyadan hujumga tezkorlik bilan o'tdi. Kamchilik bo'lib o'tgan bo'lsa ham samarali bo'ldi. Va buni natijasida gol ham mana Nosir gol ham urdi. Ikkinchi bo'limda o'sha hisobdan kelib chiqibman, bolalar ozgina o'yin nima deydi, tempini tushirib yubordi. Bundan Xorazm yaxshi foydalandi va o'sha o'ylayman qizil kartochka ozgina o'z ta'sirini qildi, lekin baribir g'alabani ushlab qoldi. Bu xursand qiladi. O'sha Sardor Rahmonovga ko'rsatilgan kartochkalar bo'yicha ikkita sariqdan keyin qizilga aylandi. Qanday fikrdasiz? Men o'ylashim bo'yicha bu qizil to'g'risi tushunarsiz. O'sha ikkinchi faolida tushunarliki, bu nima desa bo'ladi, sariq kartochka edi. Birinchisini tushunmadim to'g'risi. Bu yerda qo'lidan tortib qolgan bo'lishi mumkin. VARni ham ko'rib chiqdim. Men o'zim o'yinni tomosha qilayotganda o'yladimki, VARni ko'rib qizilni atmay qilsa kerak, sariqni, birinchi sariqni o'sha bekor qilsa kerak degan tushuncha bo'ldi, lekin bekor qilmadi. To'g'risi bu endi anaqa hakamlarni o'ziga bog'liq. Qaysi aspekt uchun? Lekin baribir umumiy hakamlarga bog'liq-ku, lekin mana sobiq futbolchi San'at, siz faoliyatingiz masalan yorqin. Siz juda ko'plab katta jamoalarda o'ynagansiz. Sobiq futbolchi sifatida siz maydon ichida bunaqa epizodlarda ko'p ishtirok etgansiz-da. Sizning fikringiz muxlislar uchun muhim. Va har bir muxlis mutaxassis bunaqa fikr bildirishi bu tabiiy va bu yerda faqat sharhlovchilar biz hushyorroq bo'lishimiz kerak. Aniq o'sha qoidalarga tayanib xulosadan keyin aytmasak, ayniqsa sharh paytida
biroz muxlislarda bo'linish bo'ladi. Lekin ana bunday studiyalarda, maxsus tahlillarda biz ham o'z fikrimizni aytamiz. Bu ham endi mani shaxsiy fikrim. Bu yerda men to'g'risi Sardor bilan gaplashganimda ham endi do'stona munosabat bo'lyapti darvozabon bilan. Shuni hisobiga lekin hozir men to'g'risi hozir qaraganimda haqiqatdan tortgan ekan. Men mana shu epizodni ko'rmagan edim o'yin davomida. Hozir lavhalardan keyin sal o'zgardi. Urilib yiqildi deb o'yladim-da, lekin hozir men lavhalarni ko'ryapman. O'sha o'yin payti ham VARga borganda ham bu o'yin davomida tortib qolganini ko'rsatilmagan edi-da. Shuni e'tibor bermagan ekanman balki. Lekin o'sha uchun men quchoqlashgani uchun o'sha sariq kartochka berdi deb o'ylabman. Bu tortib ham qolgan ekan-da. Dilshod aka, sizda ana shu epizod bo'yicha qanaqa? Endi bu sudyani qarorini qanaqadir etish murabbiylar uchun endi biz har xil gap gapiramiz, baribir oxirgi o'shani qani qarori hakamlar qabul qiladi-yu. Men bu yerda bitta narsani ko'rdim, mana takrorlarda o'sha darvozabonni tez kopda uni o'yinga kirgizishdi. O'sha Bunyodkor himoyachisi o'yin qoidasini buzgan. Menimcha sudya o'shanga, hakam o'shanga sariq kartochka ko'rsatdi deb o'ylayman. Endi bu yerda yana nima desa bo'ladi? Bir tomondan to'g'ri qildi desa ham bo'ladi, agar men Bunyodkorga ishqibozlik qilsam, noto'g'ri desam bo'ladi. Menimcha bu yerda faqat hakam, hamma gap hakamda, uni qarorida. Yo'q, men o'zim fikrim, balki men aytyapman-ku, mana shu birinchi epizodni ko'rmagan edim, tortib qolganim. Rostdan hozir mana lavhada ko'ryapman, tortib qolgan ekan, lekin Dilshod degan gaplari to'g'ri. O'sha bu darvozabonni tez boshlash, to'pni o'yinga kiritishini oldini oldi-da. Bu sariq kartochka baribir. Demak, bu uchrashuvda Abdusalomovning goli juda chiroyli bo'ldi. Keyin penaltida Bunyodkor ikkinchi golni urdi va Temurbek Islomov hisobni qisqartirdi. Bu yog'iga vaqt yetmadi. Ikkinchi taym boshrog'ida urgandi, vaqt bor edi, Xorazmda vaziyatlar ko'p bo'ldi. Normurodovni masalan, u boshchiligida himoyani Zaytullayev juda yaxshi yo'lga qo'yganda, Bunyodkorda mana shu narsa bu o'yinda yaxshi ishlab berdi. Xorazm bilan bir yarim soat 35 daqiqa 1-2 dan keyin durangni ushlab qolish ham safarda bu og'ir va buni epladi Bunyodkor. Lekin hozir boyagi mavzuni davom ettirib, sizlarni fikrlaringizni bilmoqchiman. Ha, eskirdi, ha bu o'tgan haftadagi voqea, lekin sizlar mana yangi mehmonsizlarda bizning futbolda. Paxtakor bilan Neftchi ishtirokida Superkubokda o'sha ro'y bergan holat, Neftchi o'yinchisining qo'liga to'p tegishi, bu yerda penalti bormi, yo'qmi? Mana shu holat juda ko'p futbol ommasi tomonidan muhokama qilindi. Qisqa sizlarning fikrlaringiz o'sha epizod bo'yicha. Bu o'sha qo'liga teganda, u men o'zim shaxsiy fikrim, masofa juda ham yaqin edi. O'sha udar bo'lganda darvozaga, menimcha himoyachi qo'lini olib qolishga vaqt juda ham ulgurmasdi deb o'ylayman. Endi bu mening fikrim. Demak, hakamlar qarori to'g'ri sizningcha? Endi buni traktovkasi deydi-yu, sudetskiy traktovka deydi. Qanaqa talqin qilishiga bog'liq deb o'ylayman. Lekin bu juda ham o'sha futbolda uchraydigan, juda ham ko'p uchraydigan hodisalardan bittasi. Bu faqat o'sha sudyaning qarori. Qaysi joydadir 11 metrlik qo'yiladi, qaysidir shunaqa игровой situatsiyada 11 metr qo'yilmaydi, xuddi mana Paxtakor o'yiniga o'xshab. Ikkita jamoa ham zo'r o'yin bo'ldi. Biz mazza qilib tomosha qildik o'yinni. Juda ham qiziqarli o'yin o'tdi. Endi shu epizodda men bilmayman, endi bu narsa deyishim juda ham qiyin. Menimcha o'sha masofada udar bo'lganda himoyachi qo'lini olib qolishi juda ham qiyin. Qisqa masofa edi. Qisqa masofa. San'at sizda? O'zimdan ham ko'pchilik muxlislar mana shu epizod bo'yicha so'radi. To'g'risi bu vaziyat bo'yicha hakamlarning o'zi ham qiynalsa kerak javob berishga. Sababi bu juda ham qiyin va bu bunaqa atmosferada qanaqadir o'sha soniyalar ichida buni talqin qilib berish juda ham qiyin. Biza mana o'yindan nechadir kun o'tdiki, hali buni nima penalti emasmi bilmaymiz-da. Sababi bu juda ham qiyin
epizodida. O'shani hisobiga ham o'ylayman, baribir hakamlar to'g'ri qaror chiqardi deb o'ylayman. Bu borada men ham o'z fikrimni aytib ketmoqchiman. Yangi qoidaga binoan deb shunaqa talqin qilinyapti. Futbolchi ko'rsatma berayotganda sherigiga qo'lga to'p tegdi va u vaziyatga qaramasdan ko'rsatma uchun qo'l harakatini amalga oshirayotganda bu hakamlikning yangi qoidasida penalti emas deb tushuntirildi. Ko'pchilik mana shunday fikrni aytdi. Shunaqa qoida bor ekan. Lekin men baribir qo'shilmagan bo'lardim. U yerda har bitta futbolchi ko'rsatma berish uchun qo'lini cho'zsa, to'p qo'lga tegsa, unaqa talqin qilinsa, penalti umuman qo'l bilan o'ynash mumkin bo'lib qoladi. Bu agar chiziq ichida bo'lsa va u yerda hech qanaqasiga boshqa tomonga qarab turadimi, bu penalti bo'lmasligiga asos bo'lmaydi deb o'ylayman. Menimcha bersa bo'lardi deb o'ylayman. Va shu bu men fikrim. O'yindan keyin xulosam qayta vaziyatni ko'rdim. Agar ichida bo'lsa, chiziq tortib, chiziq ustida edi-ku. Va lekin shunda ham bu penalti bilan o'yin taqdiri butunlay o'zgarib ketmasdi. Nazarimda u yerda Neftchi kuchli edi. Neftchi juda yuqori darajada namoyish etdi. Neftchi 1-0 ga yutib, oxirgi 10 daqiqani Paxtakorning jarima maydonchasida o'tkazdi. Paxtakor hujum qilmadi. Bunaqa o'yinni anchadan beri ko'rmagandik. Xullas do'stlar, biz Superkubokdagi o'sha bahsli vaziyat bo'yicha mehmonlarning ham fikrini bildirdik. Davom etamiz. Keyingi uchrashuv Bobur Arenada bo'ldi. Babayan boshchiligidagi Andijon juda og'ir mavsum o'tkazyapti. O'tgan turda derbida Neftchiga yutqazdi. Undan oldin Navoiyda Qizilqumga boy berdi. Xullas Babayan jamoasida tarkib o'rtacha, yomon emas, maqsadlar jiddiy, natijalar juda yomon. Va bu turda Mash'alni yengdi jamoa. Mash'al to'g'risi unaqa kuchli raqib emas edi. Lekin bu o'yinda baribir o'sha qizil ham natijaga ta'sir qildi. Rashod aka, o'yindan keyin xulosalaringiz qanday bo'ldi? Endi bu o'yinda Andijon o'sha favorit. Shunaqa ishqibozlarni, shuncha tomoshabinlarni orasida o'tgan o'yin hamma 100% Andijonning g'alaba bilan yakunlaydi o'yinni deb taxmin qilishuvdi. Shu narsa bo'ldi. Endi men bu yerda bir narsa deyishim, shu futbolistlarni shu 4 ta turdagi o'yinida Andijonning o'yini unaqa menimcha hali juda ham takomillashmadi. Lekin baribir o'sha murabbiyning tajribasi borib o'z so'zini aytadi deb o'ylayman. O'sha juda ham tajribali o'yinchilar ko'p jamoada. Mana bitta Cheranning o'zi ko'p narsani aytsa bo'ladi. Baribir o'yinni tashkillashtirishda o'yin sxemasini, o'yinni borishini, bu yerda himoyada ham juda ham tajribali o'yinchilari bor. Menimcha hali o'sha Babayan buni o'sha yordamchilari o'z so'zini aytadi. Mana o'sha hozir ko'ryapmiz, mana takrorda o'sha pressing asosida Mash'al himoyachilarini shoshiltirib, o'sha Koptonni o'zini shtrafnoyda xato qilishga majburlab urgan goli. To'g'ri, o'sha Mash'al jamoasi hozir bo'sh deyapmiz. Menimcha vaqt o'tib bular ham o'z o'yinini to'g'rilab oladi. Chunki sezon endi boshlandi, ozgina vaqt kerak. Hali Mash'al ham ancha-muncha jamoani o'z maydonida qiynaydi deb o'ylayman. Chunki bu yerda ham anchadan beri shakllanib kelayotgan o'yinchilar bor, anchadan beri bitta jamoada o'ynayotgan o'yinchilar bor. Tizim bor, akademiya bor. Tizim bor, akademiya bor, murabbiylar shtabi bor, o'yinchilar bor. Xudo xolisa ozgina vaqt kerak bularga ham. Menimcha keyingi o'yinlarda bundan ham yaxshi o'ynaydi deb o'ylaymiz. Ahmad, San'at? Umumiy olganda Andijon kuchli, tarkibi bo'yicha ham har taraflama kuchli. Faqat men o'ylayman, bular o'sha chempionlik bo'lmasa ham sovrinda o'rin uchun anaqaga nima desa bo'ladi, kurashga qaytadi. Faqat bunga vaqt kerak. Jamoa endi shakllanyapti. Jamoada tajribali murabbiylar bor. Va Mash'al bo'yicha shuni aytmoqchimanki, jamoa baribir o'sha umumiy futbolchilar tarkib bo'yicha ham o'zgina kuchliroq ko'rindi bu o'yinda va individual
xatolardan gol o'tkazib yubordi. Shuni hisobiga yutqizdi deb bilaman. Lekin agar men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, Mashal o'tgan yilgi o'sha Shotanni holatida bo'lishi mumkin deb hisoblayman. Sabab 4 ta tur o'tgan bo'lsa, jamoa hali o'zini potensialini ko'rsatmadi va menimcha qiyin ham bo'ladi. Bu yil juda ham kuchli boshqa jamoa tarkib borasida ham o'sha moliyaviy tarafdan ham aytsak kuchliroq ko'rinyapti. Ha, bu yerda shunday bo'lsa-da, baribir kurashildi bu o'yinda ham. Masalan, kurash taklif eta oldi Andijonga. Mashalda rostdan ham bunaqa tajribali o'yinchilari ham boshqa klublardan masalan taklif olganda ketib qolishi ham mumkin edi, lekin taklif bo'lgani yo'q va hozir tarkib rostdan bo'shroq. Lekin boyagi Dilshod akaning tizimli jamoa deganiga akademiyasi borda, shu yoshlarni qo'shib, balki murabbiyda o'zgarishlar qilish kerakdir yoki bu murabbiy hali yangi-yu, So'rov sekin-sekin o'zi bir orada betob bo'lib qoldi, jamoa bilan birga ham ishlay olmadi. Hozir Mashalda ham shunaqa bir davr bo'ldi, boshlanishi yomon kechdi. Ko'ramiz, baribir shunchaki qatnashish mayli, jamoa ligada qolish uchun kurashsin, bu tarkib bilan sana to'g'ri aytyapti. Har qanaqasiga ligada qolish uchun kurashadi, lekin u yerda kurashsiz yutqazmaslik kerak-da. Kurashib harakat qilish kerak. Shunchaki Superligada ishtirok etish bu yomon. Kimdir 16-o'rinni oladi, kimdir 15-o'rinni, bu tabiiy. Buni hech qanaqasiga bundan qochib bo'lmaydi. Lekin kurash bilan harakat qilib shunchaki qo'l ko'tarib kimdir Mashal bilan o'ynaymiz, bo'ldi, yutamiz deb tushsa, hamma jamoalar bu yomon bo'ladi. O'ylaymiz, kurash taklif etadi. Andijon esa Buakiniga to'p kelib tushishi xato bilan boshlandi. O'yinni o'zi juda bir kutilmagan bo'ldi. Bunaqa xato men yaqin 1-2 yilda o'zbek futbolida ko'rmagandim bu epizodda. O'yinda himoyachini, darvozabonni xatolari bo'ladi. Bunaqa ko'rinishdagi xato juda kam uchraydi, tushunarsiz bo'ldi. Yoki foydalanadi. Endi bu bunaqa jarayonda murabbiy qo'l ostidagi futbolchilardan kelib o'yin tuzish kerak. Bilamizki, Mashal o'tgan mavsumda ham bunaqa nima desa bo'ladi. O'sha qisqa paslar bilan himoyadan hujumga chiqmagan. Siz agar sizda unaqa turdagi futbolchilar bo'lmasa, siz oddiyroq chiqishga harakat qilishingiz kerak-da. O'ziga o'zi qilmay yurgan narsani o'sha bitta o'yinda talab qilish, men o'ylayman, bu shu golga olib keldi deb shaxsiy fikrim. Bu o'yin haqida ham yetarlicha to'xtaldik. Qizil bo'yicha ham bu yerda menimcha e'tiroz bo'lmadi. O'zi oldinda yana katta o'yinlar ham bor. Voqelik bo'yicha ham katta o'yinlar bor-da. Ana shu uchrashuvlarga o'tamiz. Qadrli do'stlar, hozir Voha derbisi haqida gaplashamiz. Xamekov tuzgan jamoa juda ham zo'r, chaqilmasi yong'oq. Go'yoki Xamekov shunaqa ishlayapti, bugungi kunda Kapadzini yutdi, Abramov yutdi. Va endi masalan qachon Neftchi bilan Buxoro o'ynaydi degan fikrni ilgari sursa bo'ladi. Gap Neftchini yuta oladi yoki yuta olmaydi emas. O'zi futbol shunaqa, butun dunyoda. Va bu yerda jamoalarni natijalari murabbiylarga chambarchas bog'liq. Va Xamekov men o'ylaymanki, hozircha eng yaxshi ishlayotgan murabbiy. O'zi yaxshi transferlar qilgan. Xorijdan olib kelgan legionerlari yaxshi. O'tgan yil ham o'zi Begic kelganda, tabatasi tushunarli, bir necha yillardan beri yangi kelganlar zo'r o'ynagan. Bu yil ham yangilari zo'r o'ynayapti, gollar uryapti va himoyaviy o'yinni o'zlashtirib, yuqori darajada ushlab turish ham bu murabbiyning ishi. Kerak bo'lsa o'yinni buzib tashlaydi, kerak bo'lsa vaqt o'tkazadi, kerak bo'lsa gol uradi va yutadi. Dinamo mag'lub etildi. Birinchi taymda yaxshi o'ynadi Abram jamoasi, ikkinchi taymlarda Dinamo juda bo'sh ko'rinyapti. O'sha ikkita gol urib Bunyodkor bilan ham ikkinchi taymda sal qolgandi, 2-2 ga almashtirib qo'yishiga hisobni. Xullas, bu uchrashuvda Xamekov Abramni yutdi deb o'ylayman. Abramov yutqazadigan murabbiy emas, masalan, yaxshi murabbiy. Sizlarda qanaqa fikr Buxoro haqida? Birinchi Buxoro haqida gaplashsak, keyin Dinamodagi muammolar haqida gaplashamiz. Endi meni o'zimni shaxsiy fikrimni aytsam, Xamekov bilan biz o'sha pro litsenziyasi olayotganda birga o'qiganmiz.
judayam o'sha jismoniy holatga e'tibor beradigan murabbiylardan bittasi hisoblanadi. Oddiylikda-da. Mani o'ylashimcha Buxoroning o'yini oddiylikda. Orqada xato qilmasdan oldinda baribir bitta o'sha gol urishga o'sha sharoit yaratiladi, o'sha gollar uriladi, jamoa yutadi. Bularda o'sha klub tizimida ishlayotgan yosh mutaxassislar, ya'ni o'sha Salomov, Denis. O'sha sezonning boshida to'g'ri seleksiya qilinib, xorijdan to'g'ri yoki o'zimizning O'zbekistonda o'ynayotgan o'sha klub falsafasiga to'g'ri keladigan o'yinchilarni jamoaga yig'ilishi, o'sha Xamikovga berilgan vakolat, o'ziga yoqqan o'yinchilarni olib, o'sha jismoniy holatda kurashuvchan o'yinchilarni jamoaga taklif qilgani mana shunaqa natija beryapti deb o'ylayman. O'zi juda ham tajribali, o'zini shu o'yin uslubiga ega bo'lgan murabbiy. Menimcha bu yil Buxoro tomonidan yaxshi natijalar bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi shu fikrlarga qo'shilaman, Dilshod fikrlariga. Xamikov o'zi biladigan, o'zi tushunadigan futbolni o'ynaydi va bu har doim ham natija beradi. O'sha o'zini taktikasiga to'g'ri keladigan futbolchilarni seleksiya qiladi har doim. O'ylayman, bu yil Buxoro barcha jamoalar uchun bosh og'riq bo'ladi. Haqiqatan ham bu o'yinda ham olib qaraydigan bo'lsak, o'sha yutqizib turib, kambek qilib yutib ketdi va haqqoniy yutdi deb hisoblayman. Qiziq bo'ldi. Boshlanishiga do'stlar, avtogol bo'ldi Ravshan Xayrullayev. Mana shu o'yinchi haqida aytmoqchiman. U Ravshan Haydarov jamoasida ham yetakchilardan biri. Va gol o'z darvozasiga gol urib qo'yib, keyin raqib darvozasiga gol urish himoyachi uchun o'zi bu oson ish emas. O'sha ishni qildi-da. Xayrullayev bu o'yinning eng yaxshi o'yinchisi deb o'ylayman. Yosh futbolchi. Mana shunday jamoada ko'rinmaydigan ko'pchilik, endi sizlar mutaxassis sifatida bilasizlar, men sharhlovchi sifatida bilaman. Ko'pchilik biladi futbol odamlari, lekin ko'pchilik uchun Xayrullayev desa qaysi klubda o'ynaydi deyish mumkin. Mana Buxoroda u jamoadagi asosiylardan biri. Tortadi jamoa o'yinini. Ana shunday futbolchilarni Xamikov tarbiyalab, mana terma jamoa darajasigacha yetkazib beryapti. Rostdan ham Xamikov bu klubda zo'r ishlayapti va uni jamoasida mana shunday qarang, ijron zo'r o'yinchilari bor. Va bu yerda Ubaydullayevga ham e'tibor qaratish kerak. Shahzod qaytish qilyapti. U vaqtida bir zo'r porlab chiqqandi terma jamoaga. Ham Abramov boshqarganda milliy jamoani bir chaqirgandi. Belarusga borib yaxshi o'ynab keldi. U ham bu o'yinda o'zini ko'rsatdi. Va comeback 0-1dan keyin bu yog'iga 3-1 bo'ldi. Juda og'ir o'tdi Dinamo uchun bu o'yin. Dinamoda muammolar juda ko'p. Masalan, har safar aytilyapti Abramovga muammolar hal bo'ldimi deb matbuot anjumanida. Ya'ni bu yerda keyin VAR ko'rib chiqib bekor qildi Qizil bo'yicha. O'sha muammolari Dinamoni, ya'ni oylik maoshlari vaqtida berilmayotganligi masalasi aytilyapti-da. Bu yomon klublar uchun, futbolchilar uchun. O'ylaymizki, tez orada Dinamo rahbariyati buni hal etadi. Bu vaqtda endi sizlardan so'rasam noto'g'ri ham bo'ladi. Endi klubning ichki ishi. Men Dinamodagi muammolar yana nimalardan iborat deb so'ramoqchiman-da. Jismoniy tayyorgarlik bu yerda jamoada yaxshi ko'rinmayapti. Ikkinchidan shunaqa taassurot bo'ldi. Endi ham shu ichki muhitdan kelib chiqqan holatda aytsak bo'ladi. Mana o'yinlariga qarab, o'yin natijalariga qarab, bu yerda bitta narsa men o'zim xulosa qilsam bo'ladi. Xulosa qilyapman. Bu yerda ichki muhitda qanaqadir muammolar bor. O'sha ya'ni hozir o'zingiz aytyapsiz, o'shani oyligini olmaydi yo boshqasini olmaydi. Bu ham katta o'sha o'yin natijasiga ta'sir qiladigan bitta faktorlardan bittasi hisoblanadi. Menimcha yana shu Vadim Karlenchni bilamiz. O'sha hujumga qaratilgan o'yinni
tahlil qiladi, tanbeh qiladi jamoasiga. Himoyada ko'p xatolar ko'p. O'yinlardan ko'rib. Men o'ylaymanki, juda ham tajribali murabbiy. O'sha ozgina vaqt kerak, o'sha o'zini o'sha ichki muhitini to'g'irlasa, menimcha yana ham natijalar yaxshilanadi. Mana birinchi turlarda ko'rdik. Ikkinchi turlarda birinchi taym juda ham yaxshi o'ynayapti Dinamo. Ikkinchi bo'limga kelib sal komanda bo'shashib qolyapti. Bu yerda jismoniy holat ham bo'lishi mumkin. O'sha psixologik ichki muhitda nimadir muammo borga o'xshaydi. Endi bu narsani biz bilmaymiz. Hozirgi shu o'yinlardan ko'rinib turgan narsa shu. Endi matbuotda aytildida, oyliklar masalasida balki hozirgi kunga kelib dastur mana efirga chiqayotgan soatgacha hal bo'lgandir. Hal bo'lsin. Dinamodik jamoa uchun katta maqsad Abramov o'tgan yil ko'rsatib qo'ydi-yu, bu jamoa bilan yaxshi bir futbol falsafasi bor. Abramovning maqsadlari katta. Sal qoldi bronza medal bilan mavsumni yakunlashiga juda yaqin keldi. Nasab bilan o'yinda vaziyatlarni urganda bo'lardi ham. Bu natija tarixiy natija bo'lardi Dinamo uchun. O'zi Dinamoni Samarqandga katta futbolda Abramov qaytardi. O'tgan yil stadionlar to'ldi. Bu yil ham shunaqa bo'ladi. Bunday jamoaga sharoitni yaxshilab berish kerak. O'zi butun Samarqand uchun mamlakatimizdagi eng katta shaharlardan biri, tarixiy shahar Samarqand uchun futbol bo'lishi kerak. Samarqandda futbolni juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'ylayman tez orada muammolar bo'lsa bartaraf etiladi. Agar hozirgacha bartaraf etilgan bo'lsa, bundan faqat xursand bo'lamiz. San'at Dinamo haqida qo'shimcha bormi? Dinamo o'sha o'zi bilgan hujumkor futbolni o'ynadi. Faqat o'sha Buxoro himoyada yaxshi himoyalandi, zich joylashdi va ularni tez hujumchilar uchun zonalar yaratib bermadi. Shuni hisobiga men o'ylayman Dinamoni shunaqa omadsiz o'yini bo'ldi hujumda va umumiy olganda bu endi baribir Buxoroni o'sha mehnati, himoyachilarini bularga olqishlash kerak faqat. Qadrli do'stlar, Abramov mag'lubiyatni qanday izohladi? Hozir efirga uzatamiz. U tomonidan aytilgan fikrlardan keyin dasturimizni davom ettirib keyingi o'yinga o'tamiz. Мнение какое? Просто мы Buxoro jamoasida g'alabaga ishtiyoq ko'proq ko'rindi. Bizga aynan shu narsa yetishmadi. Biz erta qo'l ko'tardik. Bu esa mag'lubiyatga sabab bo'ldi. Ikkinchi golni o'tkazib yuborganimiz qattiq ta'sir qildi. Bunaqa gollarni o'tkazmaslik kerak edi. O'yinni boshqatdan ko'rib tahlil qilishga to'g'ri keladi. Sabablarni qidiramiz va albatta xulosalar qilamiz. Men ham futbolchilar oldida murabbiyman, futbolchilarga e'tirozim yo'q. Ular ham oilasini o'ylayapti. Klubdagi sharoitlar yaxshilanishiga ishonaman. Qadrli do'stlar, davom etamiz. Vohada ikkita derbi bo'ldi. Ikkinchi derbi Samarqandda bo'ldi. Qarshidagi stadionda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Nasaf raqibni Samarqandda kutib olyapti. Samarqand safarlari jamoa uchun yaxshi kechayotgandi. So'g'diyonani yutdi. Bu safar ajdarlar Surxon bilan o'ynadi. Surxonda Anvar G'ofurov ish boshladi va Anvar G'ofurov Nasafni yengdi. Menimcha bu yerda murabbiy faktorini birinchi o'ringa qo'ysak to'g'riroq bo'ladi. Chunki masalan, Kudryushov jamoada ishlagan paytida u iste'foga chiqarildi. O'tgan turdagi mag'lubiyatdan keyin jamoa bunaqa yaxshi o'yin ko'rsatayotgani yo'q edi. Masalan, Neftchiga boy berilgan mag'lubiyat tushunarli. Lekin Lokomotiv bilan o'ynaldi. Umuman jamoa boshqa jamoalar bilan bunaqa zo'r ko'rinmadi. Lekin Nasafdek kuchli jamoani Surxon yengdi. Va g'alabagacha 92-daqiqada gol urgan bo'lsa, g'alabagacha ham jamoa Nasaf bilan tortishdi. Hamma joyda, epizodlarda kurashdi. Himoyada to'g'ri tartibli o'yin va total o'yinni eslatdi. Men shunday ko'rdim, Surxon futbolchilari shunaqa zo'r joylashdi maydonda, Nasafga bermayapti. To'psiz ham, to'pni ham bermasdan juda yaqin joylashib olib, kerak paytda hujumga o'tganda futbolchilar tez to'p almashmayapti. Oxirigacha borib kurashda qatnasha olyapti. Mana murabbiyning o'rni va Anvar G'ofurov zo'r kirishdi. Menimcha o'sha Bunyodkorda qisqa muddat ishlaganda ham Karpinka bilan juftlikda bir yaxshi ishlagandi o'zi. Keyin mana bu tizimda anchadan berida Surxonga kecha kelib qolmadi Anvar G'ofurov. U jamoa bilan birga o'rinbosarlar tarkibida ishlab kattagina tajriba to'pladi va Surxonni xuddi o'zinikidek qilib qabul qildi. Bu mana bu derbida bilindi va katta birinchi sinovni
zo'r o'tkazib oldi. Demak, Surxon haqida gaplashsak, Dilshod aka, qanday taassurot qoldirdi bu jamoa o'yini sizda? Menga bu o'yinda birinchi bo'lim va ikkinchi bo'lim ikki xil narsani, ikki xil taassurot qoldirdi. Endi ko'p to'g'ri ushlashda, o'yinda kombinatsionniy futbol o'ynashda Nasaf Surxondan kuchliroq ko'rindi birinchi bo'limda. Bu qarshi hujumlarda, o'sha vaziyatlarda jarima maydonchasining ichida joylashish, Surxon jamoasini hujum chizig'idagi o'yinchilarda vaziyatlar bo'ldi. Mana shtangaga tegani, Ana bu gol qana. mana golda. Bu ikkinchi bo'limda Nasafda orqada himoyachilarning xatolari ko'rinib qoldi ikkinchi bo'limda. Birinchi bo'limda Nasaf juda ham yaxshi o'ynadi. Vaziyatlari bo'ldi. Bu deganim o'sha Anvar G'ofurovni himoyada o'yin tizimini, o'yinni to'g'ri qo'ygani mana shu natijani olib keldi deb o'ylayman. Orqada hamma o'yinchi o'z vazifasini bajardi. Yarim himoyachilarga juda ham yaxshi yordam berdi. O'sha katta zonalar ochiq qoldirilishmadi. Qarshi hujumda juda ham yaxshi vaziyatlar yaratishdi. Oxir oqibat mana ikkinchi bo'limda arzimagan vaziyatdan legioner futbolist gol urib ketdi. Men o'ylaymanki, Anvar shu ishlashda davom etsa, bunaqa g'alabalar ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Chunki yosh trener, bunaqa yosh trenerlarga mana shunaqa qiyin vaziyatda shunaqa ish yuklandi. Mana o'zini oqladi deb o'ylayman. Menimcha keyingi o'yinlarda bundan ham yaxshi natija ko'rsatadi Surxon. O'zini shu turnirdagi tablitsadagi muvaffaqiyatini yana ham yuqori darajaga ko'tarib oladi deb o'ylayman. Ha, Dilshod aka, qo'shilaman. O'sha qiyin vaziyatda qabul qilib olyapti. To'g'ri, jamoadagi sharoitlar ham meni bilishimcha juda zo'r emas. Lekin gap murabbiy, futbolchilar bilan birga ko'p narsalarni o'zgartira olishida. Sharoitlar o'z-o'zidan bugun yomon bo'lsa, ertaga yaxshilanib ketaveradi. Bo'lib turadi endi. Endi men bu yerda bitta narsani ta'kidlashim kerak. Mana shunaqa vaziyatlarda murabbiyni roli juda ham katta. Ya'ni bu murabbiy bolalar bilan o'yindan oldin o'sha mashg'ulotlar davomida muloqotiga juda ham katta narsa bog'liq deb o'ylayman. Chunki murabbiy futbolistlarning ichida to'g'ri har bir futbolistga muomala qilib yoki o'sha o'yinchiga qarab to'g'ri ustanovka berilsa yoki to'g'ri xatosini to'g'rilasa, futbolchining potensialini ham to'g'ri tanlasa, o'sha futbolist ham murabbiyga yaqinroq yuradi. Maydonda uning uchun, murabbiy uchun jonini berib futbol o'ynaydi deb o'ylayman. Bu endi nafaqat o'sha katta futbolda yoki o'sha детский futbolda ham, молодежный futbolda ham, юношеский futbolda ham, yoshlar futbolida ham xuddi shu. Bu yerda mana murabbiyni o'sha qiyin vaziyatda jamoani qabul qilib olib, bu natijani berishi menimcha juda katta katta voqea deb o'ylayman. Ham Nasafni yutgani katta voqea. San'at ham Surxon haqida, ham Nasaf haqida. Nasaf muammolari boshlandimikan? Endi Anvar aka to'g'risida to'xtaladigan bo'lsam, fikrim ijobiy. Sababiki o'tgan mavsumda ham raqib sifatida bu mavsum mana 12 kun oldin jamoasiga qarshi maydonda harakat qildik. Bitta narsa Anvar akani o'yinida shuni aniq qildimki, himoyachilar o'sha xato qilsa ham o'zini taktik o'sha falsafasidan chekinmayapti. Shunisi hurmatga sazovor. Masalan, hamma ham maydonda xato ketma-ketlikda bo'lganda o'zini taktikasidan, o'sha taktik falsafasidan chekinadi. Lekin Anvar akada o'sha bitta narsani sezdim. U nima bo'lishidan qat'iy nazar maydondagi o'sha futbolchilarning rolini o'zgartirmaydi. Bunda olib qaraganda Surxonni o'sha 21 jamoasi ham umumiy olib qaraganda bolalari perspektivniy, lekin o'sha yuqori darajadagi emas, lekin o'sha shu futbolchilardan yuqori darajadagi
shu futbolchilar bilan yuqori darajadagi futbolni namoyish qilyapti. Va men uchun o'sha birinchi Nasaf bilan o'yinda ham menga qiziq bo'lganida katta jamoada qanaqa o'zini ko'rsatar ekan. Lekin ko'rdikki, katta jamoada ham juda umumiy o'yinni olib qaraganda ham nima desa bo'ladi, chekinmasdan o'zini Futbolni ko'rsatdi. o'yinni o'sha birinchi daqiqalardan qanaqa maydonga qaysi taktik falsafasi bilan tushgan bo'lsa, shuni oxirigacha davom ettirdi, natijaga qaramasdan. O'sha men o'ylayman oxirida o'sha mevasini berdi. Nasaf haqida nima deysiz? Endi Nasaf men o'ylayman har doim yaxshi jamoa bo'lgan va Ro'ziqul aka jamoani baribir keyinchalik yaxshi darajaga va sovrindorlar qatorida yuradigan jamoalar orasida bo'ladi. Faqat endi to'g'risi umumiy bir ichki muhitni bilmagandan keyin nimadir deya olmaysiz. Lekin umumiy olib qaraganda bu o'yinda ham yomon ko'rinmadi. Rahmat, qo'shilaman. Nasaf baribir bu katta jamoa. Bitta o'yinni boy berdi degani Nasafda hammasi orqaga qarab ketyapti degani emas deb o'ylayman men ham. Va Nasaf haqida oldingi dasturlarda ham ko'p gapirganmiz. Bugun o'zi bu juftlikda Surxonga ko'p to'xtaldik. Bejizga emas. Masalan, jamoasi yutganda murabbiyning roli kattaligi haqida boya Qizilqum bilan OKMKda bu dasturda kengroq to'xtaldik-ku va Qo'qonda Shepilovning ishiga. Rostdan ham zamonaviy futbolda murabbiylarning o'rni borgan sari kattalashib ketyapti-da. Buni biz aytayotganda shunchaki hamma o'yinda murabbiylarni zo'r deyotganimiz yo'q. Ajralib turgan murabbiylarni aytyapmiz. Men ham bu o'yinni kuzatib, Nasaf bilan Surxon o'yinini shuna xulosaga keldim. Anvar Berdiyevda falsafa bor ekan va o'sha qaysidir menimcha xorij klublari o'yinini ko'rib tahlil qilibmi, Anvar aka o'zi Yevropa futbolini ko'p kuzatadi-da, shogirdlariga qo'yib berib qandaydir uslubni jamoaga singdirganda. Nasafni yutish oson emas. Nasaf bilan o'yinda shunchaki tengma-teng kurashish oson emas va bu tarkib bilanda yuqori darajada ishladi Surxon. Keyingi uchrashuv bu demak Farg'onada o'tgan o'yin chempion Lokomotivni kutib oldi. Do'stlar, bu uchrashuv katta bahsga aylandi. Stadion deyarli to'ldi, muhit ajoyib bo'ldi. Superkubokdagi g'alabadan keyin mahalliy muxlislar, farg'onaliklar Neftchini kutib olish tadbirini o'tkazdi ham deyishimiz mumkin. O'zi aslida Andijonga borib ham stadionni to'ldirib berishgandi. Farg'ona futbol bilan yashayapti. Farg'ona uchun yangi mavsum boshlangandek bo'ldi. Islom Ismoilov mana shu yulduzlarni zo'r boshqaryapti va bu yerda ham murabbiyning kuchi ko'rinib turibdi. Tarkib esa zo'r va Lokomotiv hisobni tenglashtirdi. Penaltidan Temurxo'ja gol urdi. O'yin yomon bo'lmadi. Xullas, Mirko Ilishni ham o'yinida o'zini qo'yadigan o'yini borligini kuchi yetmasa ham ko'rsatdi bu o'yinda. Chunki Neftchi bilan o'yinda boshqalar ko'rsata olmagandi. Hattoki Dilshod aka Lokomotiv tizimidasiz. Lokomotivning o'yinini baribir mukammal kuzatib, sinchkovlik bilan ko'rasiz. Lokomotivdan boshlasak, mag'lub bo'lsa-da jamoa o'yinida qanday taassurot qoldirdi? Endi biz kutuvdik, что Lokomotiv uchun juda ham qiyin o'yin bo'ladi, chunki Farg'ona o'zini o'sha sostavi, ya'ni tarkibi juda ham kuchli. O'sha zaminada o'tirgan yoki skameykada o'tirgan o'yinchilar ham katta nomli o'yinchilar o'tiribdi. O'shanga qaramasdan Lokomotiv jamoasining o'zini falsafasi bor. Lech o'yin, kombinatsiya o'yinini tahlil qiladi. O'sha o'yinchilarga o'rgatadi. Jamoamiz menimcha yomon shakllanmagan. Bu baribir qanaqadir yurayda o'g'illar bor edi. Bu tajribali o'yinchilar yoki tajribali o'yinchilar Neftchida juda ham ko'p yig'ilgan. Почти o'yin davomida men o'ylaymanki, Lokomotiv o'yinchilari juda ham yaxshi harakat qilishdi. O'sha o'yin hisobni tenglashtirishdi, vaziyatlar yaratishdi. Shu jismoniy holatdan iloji boricha yutqizmaslikka harakat qildi. Mana hozir ko'rib turibmiz, darvozabon qanaqadir olib bo'lmaydigan o'yin gol vaziyatda olib chiqyapti Neftchi darvozaboni. Endi bu yerda shu oxirgi so'z tajriba, men o'ylayman. O'yinchilarning tajribasi o'z so'zini aytdi deb o'ylayman.
Afsus, Lokomotiv mag'lubiyatga uchradi. O'shanga qaramasdan, xudo xohlasa keyingi o'yinlarda yana ham o'sha bir-biriga moslashish kuchayadi. Lokomotiv jamoasida keyingi o'yinlarda yaxshi natija ko'rsatadi deb o'ylayman. Endi Nefchiga keladigan bo'lsak, yosh mutaxassis juda ham yaxshi natija ko'rsatyapti. Uni o'sha murabbiylar shtabida juda ham tajribali xorijlik murabbiylar bor. Menimcha bu ham juda katta o'zini ta'sirini, o'zini so'zini yetyapti. Yaqinda siz bilasiz Dilshod aka, o'sha kengroq ishlagansiz terma jamoalarda. Biz Gyodi bilan ozgina o'sha Inrev bilan yoshlar terma jamoasida ishlaganda bizda biz murabbiylar shtabida bo'lgan, juda ham tajribali, o'zini o'sha falsafasiga ega, qattiq qo'l, o'sha tartib intizomga katta e'tibor beradigan murabbiylar hisoblanadi. Mana o'yinda ham shunday tajribali o'yinchilar yosh murabbiyni gapiga, o'sha o'zini anaqasiga quloq solib, juda ham chiroyli o'yin namoyish etishyapti. O'sha tajriba o'z so'zini aytadi deb o'ylayman. Men tabriklayman murabbiyni shunaqa chiroyli jamoa shakllantirganiga. Ha, Islom Ismoilov o'sha har bir o'yinda rotatsiyalar qilyapti. Raqibga qarab ham qilayotgan bo'lishi mumkin, keyin raqobatni ushlab turish uchun ham murabbiylar qiladi-yu. Bu oddiyroq bo'lishi mumkin, lekin katta tarkibga ega bo'lgan jamoada bunaqa ishni qilish muhim. Peritsa bu o'yinda zaxirada qoldi, qiyin paytda bir o'pirda tushib gol uryapti. San'at mana uning goli. Baribir yaxshi saviyadagi hujumchiligi ko'rinib turibdi. Bu oldingi o'yinlardan ham ko'rdik. Ikkinchi qavatda yaxshi o'ynadi. Men bu o'yindan tashqari bitta narsani aytmoqchiman. O'sha murabbiylar shtabi haqida, Nefchini kelajakda o'sha Islom Ismoilov yaxshi darajadagi murabbiy bo'lib yetishadi deb o'ylayman. Sababki oldida shuncha mutaxassislar bor. O'sha men o'sha terma jamoada Kuperni shtabida bo'lgan o'sha Sariyog'lu ham juda ham o'zini nima desa bo'ladi, jismoniy anaqa tayyorgarlikni yaxshi professional biladi hamma narsani. O'shani hisobiga men o'ylayman, kelajakda o'ziga juda ham katta tajriba olyapti va shu barobarida natija ham qilyapti. Baribir asosiy unga yuklatiladi tarkib tanlash, taktika tanlash, umumiy mana shu yulduzlarni bir joyda jamlab dasta qilib qo'ydida. Nefchi hozir menimcha shu ta'rif tuzsa kerak. Xuddiki bitta oila. Juda bir boshqacha. Endi ko'pchilik aytadi, tarkibi juda ham kuchli, buni har murabbiy eplardi deb. Bu juda qiyin. Bu biz agar xuddi shu o'yinchilar bilan natija qilmasa, murabbiyni ayblardik. Lekin bu shuncha o'sha yulduz futbolchilarni bitta jamlab, bitta o'sha nima deydi, kulak deydi-ku, xuddi shunaqa qilib jamlaganni o'zi ham juda katta natija, katta gap. Endi bu baribir oldindan chempionlikni berib qo'ymaydi. Menimcha hamma jamoa Nefchi bilan shu bor kuchini tashiydi. Bu narsa Nefchi uchun ham plyus bo'ladi. Chempionat davomida har bir o'yinga o'sha mustahkam tayyorgarchilik ko'rib o'tdi. Ham o'yinchilar o'sadi, ham murabbiy o'sadi, ham bolельщиклар bundan yutadi deb o'ylayman. Albatta. Do'stlar, Nefchi haqiqatdan ham hozir ko'rsatayotgan o'yini bilan go'yoki bu jamoa bir guldastaga o'xshayapti. Yulduzlar o'shalarni bitta joyga to'plab, ularni bir yorqin jamoaga aylantiryapti Ismoilov. Va hozir Dilshod aka aytib o'tgan bu jamoaga munosib qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan klublardan biri bu Paxtakor. Ular uyda 4-2 hisobida Sug'diyonani yutdi. Baribir uyda o'ynadi. Qaydnoma bo'yicha Sug'diyona uyda Jizzaxda o'ynash kerak edi. Stadion ta'mirlanyapti, u yerda ham chim almashtirilyapti. Toshkentda bo'ldi bu o'yin. Bu uchrashuv haqida qanday fikrdasizlar? O'yindan oldin Paxtakor favorit edi. O'sha o'zini naqasini oqladi. Paxtakorda ham juda ham yaxshi o'sha sifatli o'yinchilar yig'ilgan. Ularda juda ham yosh tarkib desa ham bo'ladi. O'zini akademiyasidan chiqqan yosh tarkib o'yinchilari ham ko'p. O'sha o'yin davomida bu narsa sezildi.
Paxtakor Sog'diyonani haqqoniy yutdi deb o'ylayman. Bu yerda yana bir agar adashmasam o'sha Jizzaxdagi eng tajribali xorijlik o'yinchi ham tarkibda bo'lmadi. Bu ham bir Paxtakorni o'sha Paxtakorga onsoroq bo'ldi deymizmi yo bo'lmasa o'sha o'yinchini bo'lmagani menimcha, umuman o'zim shaxsiy fikrim. Bu o'yin davomida Paxtakorni преимуществоsi shundoq bilinib turdi. Filip Ivanovich o'yinda gol uryapti birinchi bo'lib. O'zi ikkita golni ham baribir Sug'diyona tarkibida oxirida kiritilgan golda ham Faysal Mulich gol urdi. Ikkita legioner futbolchi urdi. Ular baribir himoyachi bo'lib, mana Filipovich bu o'yinda hisobni ochgandi. Penaltilar masalasi bo'yicha San'at va Turdimurodovning qaytishi haqida ijobiy, juda zo'r. Turdimurodovning qaytishi deganim gol urishni boshlagan haqida. U oldin ham o'sha Andijondami, Surxondami gollar urib, zo'r hujumchi yetib kelayotganligini ko'rsatib bergandi. Norchayevdan keyin endi Sergeyev darajasi yuqori. Masalan, Shomurodovlar ketgandan keyin kuchli hujumchilarimiz, keyin Sergeyev o'tgan yili nihoyat to'plarlikni legionerdan tortib oldi va keyin uni ortidan Norchayev chiqdi. Mana endi Turdimurodov chiqayotgandi, to'xtab qolgandi, lekin bu o'yinda ikkita gol urdi, qaytyapti. Endi o'yinni ko'rish davomida shuni e'tibor berdim. Paxtakor yutqizayotganda ham nima desa bo'ladi, juda ham o'ziga ishonib o'ynadi. Hisobda ortda qolayotgan bo'lsa ham va shuni hisobiga oxirida o'sha golni urib ikkinchi bo'limda o'zini tomoniga og'dirib oldi natijani, lekin bu baribir natijaga qarab Sog'diyona yomon o'ynadi deya olmayman. Sabab Sog'diyona ham juda hujumkor futbol namoyish qildi. O'zini 1-0 paytda imkoniyatlari bo'ldi, ura olmadi va nima deydi, qarshi hujumda gol o'tkazib yubordi. To'g'risi o'zi Boshkovichning ishi murabbiy sifatida menga yoqadi. Baribir murabbiyning o'zini falsafasi bo'lsa, baribir bu bilinib turadi. Futbolchi murabbiyga kelgandan keyin nima desa bo'ladi, kuchayish kerak-da. Va Boshkovich shu futbolchilarni kuchayishiga yordam beradigan murabbiylardan biri deb bilaman. Bu o'yinda mag'lubiyatga uchradi, to'g'ri, lekin bu Sog'diyona yomon jamoaligiga nima desa bo'ladi, bir anu bo'lmaydi. Hali fikrlar bo'lmaydi. Ha, Turdimurodov to'g'risi shuncha o'yin mana o'yinlarni ko'rgan bo'lsam, yorqin o'yin namoyish qilmayotgandi, lekin baribir bu yoqda murabbiy Kamol aka Tojiyevning ham hissasi ishondi, qo'ydi. Ko'pchilik murabbiy o'yini chiqmasa, buni zaxiraga o'tkazib tashlaydi, o'ynatmaydi, lekin bunga imkon berdi va bu ham shuni his qilgan, his qilib, keyingi o'yinlarda bundan ham 2-3 barobar harakat qilish kerak deb o'ylayman. Flamarion ham gol uryapti bu o'yinda mana. Va Turdimurodov gollarning birini penaltidan kiritdi, birini o'yinda, boya o'yindan kiritilgan golda kombinatsiya zo'r edi, joy tanlash bo'yicha u haqiqiy hujumchidek o'ynadi va Hojimat Erkinov so'nggi golni ham penaltidan kiritdi. O'zi Paxtakorda baribir yorqinlik hujumda ko'rindi. Og'ir vazmin, yengil, yutgandek, boyagi fikringizga qo'shilaman 100%. Yutqazayotganda ham cho'chimadi va xotirlanmadi. O'zi Qizilqumda ham shunaqa o'tgandi birinchi turda. Faqat Nobahorga boy berilgan o'yindan keyin Super Kubok bo'ldi. Nefchi bilan Paxtakor haqida baribir salbiy fikrlar ko'payib ketdi, lekin umumiy olganda bu jamoaning darajasi, bu futbolchilar bilan hali Osiyo Chempionlar Ligasi 2da ham Paxtakor dahshatli o'ynasa kerak. Va bir formaga tushsa, o'tgan yili qaysidir o'yinlarda 5 tadan 6 tadan gol urganda, Tojiyev bilan o'ynaganda Paxtakor. O'sha Paxtakor qaytib olsa, menimcha bu Paxtakor hali bosh og'riq hamma uchun va mavsum qishga yaqin tugaydi. O'sha jo'jani kuzda sanaymiz deyshadi. O'sha paytga borganda boshqacha bo'lsa kerak. Jadval ham, o'yin ham, temp ham. O'zi ko'ramiz, yo'qotilgan ochkolar hammada bo'lyapti hozir. Masalan, Navbahorda, Kapadzida bo'ldi, Tojiyev bilan Paxtakorda bo'ldi. Hali davomi qiziq bo'ladi chempionatni. Do'stlar, bizga ajratilgan vaqt tugayapti. Hozir barcha o'yinlarni ko'rib chiqdik. Bu turda safarda o'ynagan jamoalardan OKMK bilan Surxon, endi Surxon betaraf maydonda o'ynadi-yu, baribir mehmon jamoa edi. Raqiblarini bitta gol farqida yutdi. Bunyodkor ham Xorazmda 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Qolgan o'yinlarni
qarasak mezbonlarni g'alabalari bo'ldi. Mana hisoblar va bu yerda katta hisoblar ham kuzatildi. Kattagina hisoblar ham kuzatildi. Gollarga boy tur ko'rdik. Musobaqa jadvali 4-turdan keyin qanday ko'rinishda? Mana tanishib olishingiz mumkin. Neftchi 100% natija bilan boryapti. Buxoro ajablantiryapti hammani. Paxtakor, Lokomotiv keyingi o'rinlarda Nasaf beshlikni yakunlagan. Xullas, jadval juda zich joylashgan. Hali bu ko'rinish mavsum davomida juda tez o'zgarib borsa kerak. Keyingi tur, qadrli do'stlar, FIFA kunlaridan so'ng boshlanadi. Aprelning dastlabki kunlarida tur o'yinlari boshlanib ketadi. Hozir jamoalar kichik tanaffusga chiqdi. Bu ta'til davomida tayyorgarlik ko'riladi. Albatta xulosalar qilinadi. Milliy jamoamiz Kannavara boshchiligida yig'in tashkil etadi. Toshkentda xalqaro turnir bor. Va bu turnir o'yinlari juda muhim. Sport telekanali, futbol telekanali o'yinlarni jonli ko'rsatadi. Demak, oldimizda bizning terma jamoa o'yinlari kutyapti. Sizlarga vaqt ajratib, bugungi dasturimizda mehmon bo'lganliklaringiz uchun rahmat aytamiz. Keyingi efirlarda ham kutamiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, keyingi efirlarga qadar xayr, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.